Biz ba'zimiz shu xomishlik kisi giribda bo'lganlarni chiniqish zaliga berib chiniqishni buyurib turamiz. Newcastle yana Yangi Qala degan komandaning mastanasi bo'lgan. Bu komanda burun bir bolkuchi var. Nurg'un, mening nurg'un do'stlarim bor. Ilarning cho'mis bo'ladi, kim ganjim bo'lsa, kim chempion bo'lsa, shuning mastanasi bo'lib oladi. Bu tip yilzalib aytgan bir xil. Sapasız mestanlar müşunda bo'ladi. Sapasız mestanlar kim chempion bo'lsa shuning mestanasi bo'ladi. Barcelona, Madrid qaraganda bir qadar ustunroq. Ama men o'zim shaxsan Real Madrid Barcelonaning kuchli bo'lishi balkim nurg'unlarimizni unga bir xil qarshi chiqishimizni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Hammadan maqtash qarziydigan yer nima deganda, bizning korxonchilarimizmi, boylarimizmi, tantarbiyaga bir xilliqqa o'zligidan hisob chiqarib, ularni qo'llab, u asosda o'zining mahsulotlarini tashviq qilib, bir xil Assalamu alaykum Şinjan Tantarbiya To'ri-ekranimizning barliq ishtirokchilari. Kaira So'rchaylik mas'uliyat shirkati alayini qo'llagan Şinjan Tantarbiya To'rimiz ishlagan Tantarbiya dunyosi tur programmamizning bu sanida davlatlik 2 darajalik psixik maslahatchisi, diyorimizning dangliq psixologi Ali Qurban ma'lum bilan suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum Alika. Va alaykum assalom. Tantarbiya bilan chiniqishning psixik nuqtasini olib aytganda qanday ahamiyati bor? Mushaq tushunib bilamsiz. Hamda Freud nazariyasidagi shu human instinct degan narsa var. Yani insanın tug'ma inkosi degan. Tug'ma inkosi degan odamda tug'ma bo'ladigan energiyalar qilgan. Ana Freud menda qaragan desa, inson ichki energiya tug'ma chiqib turdi degan. Birisi libido degan. Yani birisi jinsiy energiya, yana birisi shu desa kuch energiyada, aggression degan. Shunga bu ikki energiya besilgan vaqtda bu energiya o shakli o'zgargan, boshqa shaklga taraqqiy qilib, ruhiy kasalliklar paydo bo'ldi degan. Demek tantarbiyadan ibaret bu narsa odam badanidagi dal Freud nazariyasiga kuch energiyasini yaxshi bir joriy qildiradigan odamni bulduqlab chiqqan energiyani yaxshi joriy qildiradigan bir tur bu. Shunga tantarbiya faoliyatining, tantarbiya ishlarining qancha ko'p bo'lishi amaliyotda birisi odamning ruhiy kayfiyatini tanışıp durdu. Bu birinciden. İkincidен çoğulsa biz bazımız şu xomishlik kisi giribda bo'lganlarni chiniqish zaliga berib chiniqishni buyurib turamiz. Chunki odam chiniqqan vaqtda uning badanida nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Uning badanida masalan muskullardagi rusan deydigan moddalarning ajrab qo'yib bilish bilan odam badanida bir xil rohatlik shakllandi. Ruhiy sog'lomlik bilan jismoniy sog'lomlik bir-biridan beklam bog'lanib turadigan gap. Shunga ruh qancha kuchli bo'lsa, jon jismoniy quvvat shuncha kuchli bo'ldi. O'ziga bir xil ishni qoldi demakchi. Alika, siz qaysi tantarbiya turiga qiziqsiz? Men kurashni desam, men ko'rib olaman. Men golik to'pdan tortib, muz to'p bor. Ashlandan tortib, tennis to'p, basketbol, tik-tak to'p, bilyard, futbol, voleyboldan chiqib ketmayman. Şunlarımın değişikliğini görürüm. Hem kayısını bilmem. Resmi yaşlarda kim çolpan buladıdı. Dünyada kim hazır en aldın katar. Şunlarımın bilip durumum. Yani sözü işte mağlandı kızık etmeyken ben. Hem bekleyip gördük onu hem de yanına futbol bilen tik-tak top. Andın tenismiş. Üççenen bekleyip yaxşı görürüm. Siz futbol komandaları içinde qaysi komandani bakrak yaxshi ko'rasiz? Qaysi komandaning mastanisi? Hem mastans desem men şu Angliya şu darajadan tashqari birlashmasining Yinchov deb qo'ydik. Shuningdek men Newcastle yani Yangi Qala degan komandaning mastanisi bo'lgan. Bu komanda burun bir bolkuchi vardı.
bir bol kichik topchi bo'lyapti-ku. Şuna bir ro'yiti mana shunda ta'sir qilib, mana shu Newcastle'dan Mastansiya, hozir Mastansiya manda ma yaqin qishki yilning natijamiz yaxshi emas. O'zimiz mana A darajaliklardan tushib ketdik hozir. Yengwanda o'ynayapti hozir ular. Unda olgandikan hamda ularni ko'rish fursatimiz yo'q. Chunki inchog'inlam ko'rasan, qolganini ko'rolmaysan. Shunda olsam xabarini o'qib qo'yma, ularning natijasi qarab qo'yma, ammo ko'rolmayman. Şu hozir ham yaxshi ko'radigan komandalarimdan Manchester Malyan deymiz-ku. Shuni yaxshi ko'raman. Chunki burunqi Manchester komandasidan burunqi Avo Turner, Ferguson mening o shansim bo'lgan. Shu tufayli men shu hozirgi Manchesterni, albatta Manchesterni yaxshi ko'rishimga Beckham, burunqi Van Nistelrooy deganlarmi buni yaxshi ko'rishimga sabab bo'lib qolganda. Lekin qandaq bo'libmi shu ilgari siz shu Newcastle komandasidagi bir masalan England birlashmasini aytsak, Manchester birlashmasida deymiz, Manchester shahrida Chelsea deymiz, Liverpool deymiz, shunday dunyodagi an'anaviy kuchli komandalar England birlashmasida bar bo'lgan holatda qandaq bo'libmi shu Newcastledagi bir komanda olmasdan bo'lgan. Garchi hamda Newcastle komandasi England A darajalik futbol birlashmasidan vaqt to'p tepish salohiyati bo'lsa-mu, lekin bayatni tilg'ab o'tgan komandalarga qaraganda ta'sir kuchi ancha yuqori emas, ham ularga amaliy kuch jihatdami yetolmaydi. Siz nima uchun hamda shunday bir komanda olmasdan qolgan mushaqqatda bir so'zlab beramiz. Endi Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Bayern Munich bunday komandalarning mastans bo'lish o'ng'ay. Chunki ular yengdi. Ular yenganda, shularning mastans yenganda his qiladi. Ammo bu bir mastana xos narsa emas. Mastan degan nima? Mastan deganimiz hargiz uning yengilishdan o'zgarib qolmaydi. Har bir komandaning, xuddi har bir shirkatga o'xshash bir madaniyati bo'ldi. Bir liniyasi bo'ldi, bir qonuniyati, ashunday bir ruhiy shuari bo'ldi. Biz shuni asosan ondan Moskvaga tanlaymiz. Newcastle komandasining bir xil qimmat to'pchilarni olmaslik. Azam to'pchilar bilan maydonga chiqib, o'zlari kuchli raqiblar bilan bir xil jang qilishdan iborat. Bir xil kuchli ro'yi bor Newcastle komandasining. Shunga bu komandaning madaniyati mushundaq Arsenalga o'xshab qoldi. Arsenalmi yaqinda texe xavmin bo'lib chiqqandan yog'i andaq O'zil, Sanchez qatorliq dunyoviy cho'lponlarni setib bordi. Undan burun Arsenal qanday qildi desa, yosh bolani tarbiyalab setib pul topadigan mundaq tipidagi komanda edi. Newcastle-mi Arsenalga o'xshash, ya'ni mingshinglarni, cho'lpon olmaydi. O'zi tarbiyalab menib, o'z kuchiga tayandigan bir. Shu buni ro'yiti meni shundaq bir o'ziga jalb qilgan. Uning ustiga bayatın dedim bol kuch topchini, undan boshqa Yichu Changming deydigan bir kino va bir to'p bilan nom chiqarish degan bir kino edimi? O'sha Newcastle komandasi ashunday suratga olingan. Bundoq qarab baqsa bo'ldi, bir xil madaniyat meni jalb qilgan. Hozir yangamay qoldi. Unda bo'lsin biz ham umidvor turamiz. Shuni yangichini saqlaymiz. Herkes o yangi qolganlik uchunlar biz ulardan voz kechsak bo'lmaydi. Shunga mayli bir odamning yoki bir komandaning cho'lponining da bo'lish tegishlik eng aqalli psixikalik sapa nimasi sodiqlik. Nurg'un, mening nurg'un do'stlarim bor. Ilarning cho'mis bo'ladi, kim ganjim bo'lsa, kim chempion bo'lsa, shuning mastans bo'lib oladi. Bu tepilselib aytgan bir xil sapasiz mastanlar shunday bo'ladi. Sapasiz mastanlar kim chempion bo'lsa, shuning mastans bo'ldi. Ammo sapaliq bir mastanni so'lib aytganda, uning birinchi bo'lish, ikkinchi bo'lish pek muhim emas. Eng muhim nimasi uning agishish, uning bilan birga cho'ng bo'lish. Uning bilan yengilgandagi mag'lubiyatlarni birga his qilish, g'alabasini tang his qilish. Bu menimcha bir sapaliq mastan bo'lish tegishli. Sapa deb qarayman.
Şu 90-yildan keyin tug'ilgan yoshlarning ko'pinchisi hozirgi Ispaniya birlashmasidagi shu Real Madrid komandasi bilan Barcelona komandasiniki mastanasi desak bo'ladi. Bu ikki komandaga siz qanday qaraysiz? Mayli Real Madrid bo'lsin, mayli Barcelona bo'lsin, kuchli komandalar. Bunga qiziqishlik sabab Aştandaki çolpanlığı bekrek heves qilish. Barcelona'daki Messi, Madrid'deki Cristiano Ronaldo qatorliqlar balkim nurg'un yosh bolalarni o'zi jalb qilgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda albatta bular gigani cho'lponlar. Hamda ma'lum obyektiv nuqta kelib aytganda Barcelona Madrid qaraganda bir qadar ustunroq. Ama men o'zim shaxsan Real Madridning yengmasan 2 top o'ynab qolsa, yangiskenda deb umidim bor. Bundash qilgan vaqtda Newcastle'ni hisoblashmaganda men Real Madrid tarafda turman. Shunda bo'lsa-mu, ammo Barcelonaning kuchli ekanligini nima bilaman. Hamda ba'zida odamda kuchli bo'lib ketganda bundan qarshi chiqadiganlar jiq chiqadi. Shu Barcelonaning kuchli bo'lishi balki nurg'unlarimiz unga bir xil qarshi chiqishimizni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Shu yosh bolalar cho'lib aytganda komandalarni nastamlı bu bir xil turmush, bir xil tam. Ota laza, zira, qarmush degandek. Odamlar cho'qim shundaq bir xil hobi, ya'ni ay house bo'lish kerak deb qarayman bir qiziqishi. Shu yosh bolalarimizda shundaq bir sodiqliklar bor. Bu bir qarshi og'idek ish. Bizmi kelgusida Şinjan komandasının qanday bir kuchli bo'lishini, ular uchun chavoq madadlarni yog'dirishib turgan yaxshi natija erishishni orzu qilamiz. Albatta bu Real Madrid va Barcelona nisbatan jiroq tush bo'lsa-mu, ammo biz yana shu umidni qilamiz. Diyorimizningki hozirgi tan tarbiya ishlarining taraqqiyoti qanday qaraysiz? Hamda hozir shaharlarda masalan futbol musobaqa o'tkaziladi. Çeliş musobaqasi o'tkazdi. Hozir tantarbiyaga nisbatan qizg'inlik shunday yuqori. Ham shuni bir tilga ilish kerak, tilga ilish arziydigan yeri. Masalan, Oatishda bir har yil o'tkazadigan yizlarning birligi musobaqasi bor. Bu musobaqa o'tkazayotganligiga 5 yil bo'lib qoldi. Hozir buningga ko'radigan ko'rmanlarning sonimi necha mingga yetib ketadi. Burun yiz o'tkazdi. Hozir aş yizdiki baylar, şirketler pul çıkarıp başka yerden adam setip elip xuddi shu Yingchao yoki Shijao o'xsha adam setip elip komandani kuchlantirib saldigan bir xil holat keldi. Demak, ibtidoiy bir xil prototipi shakllandi-da klublarning. Bu har yil o'tkazildi Atishda. Demak, shu taraqqiyotgan davlatlardagi klublar mundaq mahalliy komandasi bo'lib Adam pul çıkardıgan karxançılar zanju qilib komandalarni kuchlantirib da shakllangan. Hozir hammadan maqtash qarziydigan yer nima deganda bizning karxançılarimizmi, boylarimizmi tantarbiyaga bir xilliqqa o'ziga ixtisos chiqarib, ularni qo'llab, bu asosda o'zining mahsulotlarini tashviq qilib, bir xil korxona, hukumat va xalq birlashgan shaklda bir xil sog'lom tantarbiya taraqqi qilib o'tibdi. Bu bir xil nimasi biz maqtashga tegishli, tilga tegishli bir taraf deb o'ylayman.